Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar. Mana Buxoro viloyatiga yana bir obyektimizni Xudo xolasa tunikalarini yopib tayyor holatga olib keldik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishinglar mumkin. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Materiallarimiz har doimgidek konteyner materiallaridan ko'rishinglar mumkin. Bu obyektimiz 13 metrga, uzunasi 20 metr. Oldi tarafiga to'rttali stolga xorilar qo'yib chiroyli holatda bitkazib berdik. Bundan tashqari katta molxona, katta to'yxona, zavod, fabrikalar usti, uylar usti, kottej darvozaxonalarda dog'lasa konteyner materiallardan qurib bitkazib beramiz. Fermalarimiz orasi har 2 metrdan tushgan. Reykalarimiz orasi 65 santimetrdan tushgan. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Oldiga mana shuylar qo'yib, orqasiga to'rttali xor qilib tayyorlab berdik. Mana bu tarafiga narvonchalik qilib yasab berganmiz. Bu yog'iga ham to'rttali xorilar qo'yib, chiroyli holatda bitkazib berganmiz. Bu tarafi. Bu joyimiz 10 metrga, uzunasi 28 metr. Bu tarafimizni ham har 2 metrga qo'yganmiz. Stokalarimiz orasi 5 metrdan tushgan. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Oldi tarafdan ko'rinish holatlari. Reykalarimiz 65 santimetrdan tushgan. Stokalarimiz. Taraflari mana. Bu yog'imiz balandligi 5 metr bo'lgan. Bu tarafimiz balandligi 4 metr bo'lgan. Bir tarafini tom tarafga o'rnatib chiroyli holatda bitkazib berganmiz. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.